Şeriatimizde çarı mallarını tirik tarazlap setişning hükmü nima? Ularning qig'larini setishning-chi. Qo'y, kala qatorliq çarı mallarını, shundaqla to'xu, baliq qatorliq jonliqlarni tirik tarazlap satsa bo'ladi. Buningda shariatda hech bir cheklama yo'q. Malni sodlashganda malning ahvolini bilish ko'zlanadi. Tarozi orqali malning ahvolini belgilab bo'ladi. Uning ustiga tarozlab qilgan savdoning ditlab qilgan savdoga qaraganda xatari ozroq bo'ladi. Ditlab satsa va setib olsa joiz bo'ladigan yerda tarozlab savdolashsa albatta joiz bo'ladi. Burun tajribali kishilar ditlab savdo qilishadi. Hozirgi zamonda ko'pincha islom ellarida kilolab savdo qilish odatga aylandi. Bunday savdo qilishda shariatga zid bir ish bo'lmag'achqa savdo to'g'ri bo'laverdi. Çarımallarning tezak, mayoq qatorliq qig'larini setishmi joiz. Odatda kishilarning qig'larni o'g'it yoki yiqilg'i qilib ishiltish va uningdan foydalanish ehtiyoji bo'lg'achqa, uni setish va uningdan foydalanish cheklanmaydi. Uning ustiga go'shi halol bo'lgan çarımallarning tezak mayoqlari najis deb qaralmaydi. Hanafiy mazhab kitoblarida tezak bilan mayoqni setish va uningdan foydalanish joizdir deb kelgan. Ya'ni boshqa bir narsaga aralashmagan sap holatda setish joiz demakchi. Yeni bazı kitaplarda tezak bilan mayoqni setish, uningdan foydalanish va uni yiqilg'i qilish joiz deb kelgan. Shafiy mazhabida Imom Navaviy rahimahulloh makruhlik bilan joiz deb muayyanlashtirgan. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvoning texmi tafsiloti, aloqador dalil va izohatlar uchun Sajia to'rga murojaat qiling.